Avvalo, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum, muhtaram janoblar. Bugungi quvonchli shodiyona aynan Barakales kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan ushbu bayram oqshomiga, omadli shou finaliga qadam ranjida aylagan hurmatli mehmonlar, siz bilan baxtli diydordan sevingan holda yana bir bor Barakales kompaniyasi ma'muriyati hamda bugun xizmatingizdagi ijodkorlar nomiga assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qadamlaringizga qasnot deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli bizani hamkorlar, yaqin insonlarimiz, pashti bizani Barakalesni oilasi deb hisoblaydigan yaqin odamlarimiz. Barchaga assalomu alaykum. Demak, Farruxbek, bugun alohida e'tirof etib o'tishimiz joiz. 27-dekabr sanasi 2025-yil va yil o'z nihoyasiga yetmoqda. Yangi yilni zo'r kayfiyatda qarshi olishimiz uchun bugun Barakales kompaniyasi tomonidan barcha sharoitlar, eng zo'r sharoitlar hozirlangan, to'g'rimi? Qolaversa, bugun omadli shou finaliga chiqqan mijozlar tashrif buyurishgan va ular bilan ajoyib bir Koliso Fortuna deyiladi, ya'ni omad g'ildiragida mana shu oqshomimizga qadam ranjida aylagan hurmatli insonlarimizning sovg'alarini tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz, to'g'rimi? Albatta. Oldin men bu haqda tushuntirish bersam, ma'lumot bersam, omadli shou barabanni aslida biz ikkinchi faslini finalidamiz. Birinchi faslni yakuni 31 avgust, 1 sentyabrda yil yakuni etib, sovg'ani 20 finalistga topshirdik. Shundan kelib chiqib biza 1 oktyabrdan ikkinchi faslga start bergan edik. Shu bilan biza 40 ta finalistni aniqlab oldik. Jarayon chiq bo'ldi. Mijoz bizlarga keldi 10 million so'mdan ortiq savdo qildi va shu savdosini bizada omadli shou barabanni aylantirish imkoniyatini berdik. İmkoniyatdan foydalandi. Omadli inson shunning ichidan bir dona oltin bilet boradi. Ya'ni omadli shou hozirgi bugunni bileti boradi. Shuni utib olish 20 dan 1 shans edi. Va shunga tushgan bu yerda adashmasam 37 finalist hozir bu yerda. Ya'ni omadlarni omadli 37 dan finalistni bugun sovg'a bilan ta'minlaymiz. Sovg'ani va'da etganmiz eng kami $100, eng ko'pi 5 million so'mlik sovg'a beramiz deymiz. Ina shu narsalarni hozir bu yerda qo'ydik. Ina xudo xolasa hozir start beramiz. Demak, yil davomida bugungi oqshom, bugungi tadbir mehmonlari tanlab olingan, to'g'rimi? Bu bo'lsa, mutlaqo tasodifan aynan mana shu Koliso Fortuna orqali tanlangan va mana shu tadbirga qadam ranjida qilgan mehmonlar bilan nihoyatda bir ajoyib bayram tadbirini o'tkazamiz. Bo'lmasam, bu yerda omadli shouning yanında ketma-ketlikda finalistlarimiz aniqlashtirilgan. Birinchi, ikkinchi va ularni qaysi tumandan yutib olganligini agar ruxsat bersangizlar biz uni boshlashtiramiz, ketma-ketlikda chaqiramiz. Lekin shu bugungi kunni tashkillashtirishda, boshlashtirishda aslida Barakales haqida ma'lumotni ko'pchiligimiz to'liq bilmaymiz. Ve endi ko'pchilikka donilib, rivojlanib, shiddatli rivojlanib keltirgan firma deb bilaman o'zimizni. Ya'ni shu Barakalesni aslida to'liq ma'lumotini girish qismini qilsak. Albatta. Ruxsat bersangizlar. Va odatga muvofiq kirish qismida mana shu Barakales ma'muriyatiga murojaat etsak. Katta hurmat, ehtirom bilan qadrli mehmonlar, sizning e'tiborlaringiz markazida bugungi tadbirimizni rasman boshlab berishlari uchun, rasman ochiq deya e'lon qilib berishlari uchun Barakales ma'muriyatidan Mirali Jabberganov hamda Ergashbek Eshchonovlarni taklif etmoqchimiz. Keling, marhamat qiling. Agarda o'ra qilmasak, qarsaklar chalib tursak, nihoyatda o'rinli bo'ladi. Assalomu alaykum. Bayram tadbir muborak bo'lsin. Katta hurmat, ehtirom bilan so'z navbatini sizga taqdim qilamiz va hammamizning e'tiborimiz, diqqatimiz sizning nutqingizda bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hamma tashrif buyurganlar. Bu tadbirimizni qilishimizdan maqsadimiz bir 2025-yilda yonimizda bo'lgan, bizlarga qo'llab-quvvatlagan o'zlarimizning xodimlarimiz bizlar bilan hamkorlik qilgan va bizlarning mijozimiz bo'lib ishlagan odamlarni bir quvontirish, so'ntirish maqsadida tashkillashtirdik. Farruxbek aytganining Barakales bu ko'p yillardan beri Xorazm xalqini, nafaqat Xorazm, butun respublika bo'yicha taxta mahsulotlarni yetishtirib berib, odamlarni uyli, joyli bo'lishida o'z hissasini qo'shib keladigan kompaniya. Biz ham yaxshi bilamiz.
O'zbek xalqi bu uyni vatan deb aytadi. Shu vatanni qurishda biza o'z hissamizni qo'shib kelatiramizdan mamnunmiz. Ergashamim ikkimizni bu ko'p yillardan buyon tik yatırgan missiyamiz deb hisoblayman. Bu ishni bizlara tashkillashtirib bergan Baxtiyor og'amizga katta rahmat. Men dim faxrlanaman Ergashamim bilan, chunki ota kasbini tutib, shu ishni davom ettirib, xalqimizga yordam berishda bel bog'lab yatırgan insonlardan birisi. Ergasha, bir so'zlaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum hammaga. Bayramimizda birga o'tirganimizdan sizlarni ko'rganimdan xursandman. Endi milliy yerga chiqib ko'rmaganman, ozgina hayajonim bor. Shuna nodir ma'noda alashtirmishlar deb qo'yaman. Bu o'tirishimizning sababchisi, bu bera kelishimizning sababchisi meni shu hayotimdagi ustozim, ishimdagi ustozim, shu orqamizdagi tog'im shu akam deb bilaman. Endi shu bu qarsaklar hammasi shu akam uchun deb o'ylayman. Shu tog'imizni shu duolari, Allohning bergan barakasi bilan shularga keldikina. Aka, bir kelsangiz, bir so'z bilan, duo bilan bir ochib bersangiz. Baxtiyor akamizni katta hurmat, ehtirom bilan taklif qilamiz. Otaga hurmat, ehtirom har bir o'zbegim farzandining yuragiga, qalbiga jo bo'lgan. Marhamat. Agayap do'stlar, nodib açık deb e'lon qilamiz bayramimizni. Xudo xolasa dang'aticha xizmatdamiz, xudo nasib. Guldiroz qarsaklar sadosi ostida Ergashbek akamiz, qadrli mehmonlar, sizning e'tiborlaringiz markazida padaru buzrukvorlarga o'z minnatdorchiklarini, tashakkurlarini, mehr va muhabbatlarini ko'rsatgan holda to'n kiydirmoqda. Hammangizga katta rahmat. Aka, shu yonimizda turganingiz biz uchun bir quvvat. Boringizga shukr. Hammamizni ota-onamiz baxtimizda sog'-salomat yursin. Nodimiz hammangizni bayram bilan tabriklaymiz. Yeb-ichib bazzatib o'tirsangizlar bo'ldi. Hem bir donanamiz, jamoamiz ham rahmat deyman. Masalan, meni burizim bo'lganimda hech ish qilib bilmasadim, shu hammamiz bir maqsadli insonlar yig'ilib, sho'racha keldik. Shu ota-onamizni duolari orqali nodimiz bundan keyin ham shu xalqning xizmatidan charchamaymiz. Siz duolar bo'lib turing. Biz mahkam turib, uchib, gazini bosib yuraveramiz. Hammangizga katta rahmat. Ota duosi, oq fothasi har doim sizga hamroh bo'lsin. Tashakkur. Nihoyatda chiroyli nutq bo'ldi. Samimiyatingiz uchun tashakkur, yuzingizdagi tabassum uchun tashakkur. O'ylaymanki, har bitta mehmon buni his etdi va mana shu sizdagi samimiyatni his etgan mehmonlarimiz bayram tadbiri davomida eng ajoyib kayfiyatlarda o'zlarini his etishadi. Tashakkur, rahmat. Ruxsatingiz bilan siz tashkil etgan chiroyli mana shu go'zal davrani davom ettiramiz. Bu ma'lumotni to'liqroq ko'rsatish uchun biz bir prezentatsiyasida show etdik. Ya'ni aslidan nechik boshlangan, bu hamma mehnatlarni boshdan chiqib bo'lgan. Hozirgi natijani ko'pchiligimiz ko'rib turibmiz. Yana ajoyib, zo'r, ko'z emas, hamma havas etadi. Aslida bu qattiq mashaqqatli mehnat nechik boshlangan. Shuni yana rasmlarda prezentatsiya bilan qilsak. Albatta. Hurmatli mehmonlar, diqqat e'tiborlaringizni monitorga qaratishingizni iltimos qilamiz va u yerda siz uchun hozirlangan taqdimot sizning e'tiboringizga namoyish etiladi. 1997-yil Xorazm viloyatidagi taxta va yog'och mahsulotlari sotishga ixtisoslashgan bozor faoliyati endigina shakllangan davr. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu paytda tadbirkorlarning materiallari deyarli bir xil bo'lgan. Sog'lom raqobat muhiti esa o'ziga xos rivojlanish bosqichini boshlab bergan. Shundan so'ng tadbirkorlarning ish faoliyatida o'ziga xosliklar ko'rina boshlagan. Viloyatdagi taxta va yog'och mahsulotlar yetkazib beruvchi yetakchi korxonalardan biri. Mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri Belorussiya davlatidan olib kelinadi. Dastlab eng ommalashgan mahsulot turi tanlanib, shu asosda o'rmon xo'jaliklari bilan shartnoma qilinadi. Nima uchun aynan Barakalis? Chunki bu korxona mahsulotlarining ishlab chiqarilish manzili aniq, ya'ni materialning qaysi joyda va qanday tartibda ishlab chiqarilganligi haqida ma'lumot olish mumkin. Xaridor oldi-sotdi jarayonida mahsulotning turi, sifati va narxi haqida bildiruvchi
chek qog'ozini oladi. Bu jarayon sifat kafolatlanganligining dastlabki ko'rinishi. Barakaliz korxonasida mijoz tanlovi birinchi o'rinda. Xaridni o'zingizga qulay shaklda amalga oshirishingiz mumkin. To'lovlar naqd pul o'tkazish yo'li orqali bajariladi. Bo'lib to'lash imkoniyatining mavjudligi bu kabi qulayliklarni yanada oshiradi. Agarda siz ko'proq va qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlarni sotib olsangiz, korxonaning qimmatbaho sovg'alarini ham qo'lga kiritasiz. Rahmat. Taqdimot uchun, namoyish uchun alohida o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Farruhbek, agarda ruxsat bersangiz, mana shu bayram tadbirini nihoyatda chiroyli tarzda boshlar ekanmiz. Bayram kayfiyatini mehmonlarimizga hadya qilish maqsadida hozirlangan yana bir taqdimotni e'tiborlarga havola etsak. Hozir hamkorlarimiz tarafdan bizlarga yangi sovg'a sotib, shuning dil ochadigan shu raqslar bilan ansambl yuritdilar. Agar shu final o'yinimizni boshlamasdan bir ovqatlanib, qarn to'ydirishda ham bularning raqslarini ko'rib tomosha qilib tursak, izindan boshlashtiramiz. Albatta. Demak, omadli mehmonlarimizni o'z sovg'alari bilan taqdirlashdan oldin chiroyli bir kayfiyat uchun Bekajon raqs ansambli sizning xizmatingizda bo'ladi. Marhamat.
Bekajon raqs ansambli yaqin daqiqalar davomida bizning diqqat e'tiborlarimiz markazida bo'lishdi va o'ylaymanki, ular taqdim etgan mana shu namoyish bizga bayram kayfiyatini hadya eta oldi. O'zi tadbirimiz nihoyatda chiroyli tarzda boshlandi, qadrli mehmonlar, va ishonamizki, tadbirimiz mobaynida sizning qalbingizda hukm suradigan mana shu bayram shukuhi yangi yil bayramiga ulanib, butun hayotingiz mobaynida ham sizga hamroh bo'ladi. Chunki yaxshi kayfiyat nihoyatda muhim, Farruhbek. Insonlardagi yaxshi kayfiyat, yuzdagi tabassum odamni yanada chiroyli qiladi, yanada yoqimli qiladi deydi donishmandlar. Shunday ekan, sizga zo'r kayfiyatlarni taqdim qiladigan mana shu Omad show finalni hozir boshlaymiz. Albatta, tuman yozganimiz bor edi. Qaysi mijozimiz asli qaysinida bizani eng ko'p kelib, bizani har doimgi mijozimiz bu Xanqa tumani. Yana bu ko'rinishi mumkin, birinchi ham G'ayrata Xanqa tumanidan birinchi bo'lib shu omadli show barabanni boshlangan kunisi o'tib G'ayrata sho'rdami Xanqa tumanidan? G'ayratbek akamizni taklif qilamiz. Xonqa tumanidan tashrif buyurgan mehmon. 0412 Barakales mijozi. Telefon raqamlari oxirgi 4 ta raqami 0412. Yana G'ayrata ban tarafda ekanlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram tabriklaringizni izhor qilishingiz uchun mikrofon taqdim qildim. Rahmat. Hammaga xush kelibsiz. Shu barakali kompaniyasiga katta rahmat. Shundaygina tadbirlarni tashkillashtirib, odamlarga xursandchilik keltirib, durustlar, ishlaring salomat. Hamma shu imoratda ishlab yuribdi. Hammaning ishini omad, keladigan yangi yil hammangizga baxt, omad keltirsin. G'ayrata, adashmasam savdosi so'man 15 million so'mlik edi. Shu vaqtda biza game mijozlar aytgan, "Yana sizlar 15 million so'mlik bajarasizlar, 5 million so'm chekka sovg'a o'tib olishingiz mumkin" deb. Ishonmadingizmi shu vaqtda shu gapga? Noniyat aytmadingiz, oylantirasiz, bu bo'sha gap, kreditni chaqirishlar turibdilar deb. To'g'risi ishonmayapman. Ishonmadingiz. Yana chiqdingiz. Noniyat aytasiz buni ichida. Endi Xudoni ber, ya'ni 5 million so'mlik kupon bor ichida. Xolos barakalisdan gap 5 million so'mlik taxtaga chop ketasiz, xolos pulni olib ketasiz. endi Xudoni ber, ya'ni jo'ra. Asosiy omad tilayman. Boshqa ishtirokchilar ham, lekin siz ham shu 5 million so'mlik kuponni utib olishingizni tilayman. Ag'a, omad. Rahmat. Demak, qadrli va hurmatli mehmonlar, sizning diqqat e'tiborlaringiz markazida G'ayratbek akamiz mana shu Barakales Kaliso Fortunasini omad g'ildiragini aylantirmoqdalar. U yerda qanday yutuq chiqishi mutlaqo G'ayratbek akamizning omadlari. Hayajonli daqiqalar, agarda to'llarimiz bo'sh bo'lsa bir qarsaklarni hozirlab tursak bo'ladi. Va televizor. Qarang, bu yerda televizor hamda oshxona mebeli o'rtasida turibdi nazarimda, to'g'rimi? Yaxshilab qarasak, Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, televizor. Nasibangiz yarim santimetr televizor tomonga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Siz televizor sovrinini qo'lga kiritdingiz. Qarsaklar bilan o'qishlagan holda G'ayratbek akamizni qutlaymiz. G'ayratbek aka, marhamat. Sizni imorat etgan vaqtda men uchun shu xona bo'sh turgan, shura televizor kerak bo'lib turgan, endi nasibangizni tortib keldi. Tilaklaringiz bo'lsa? G'ayratbek aka, o'zi Barakales kompaniyasi xodimlari, ularning servisi haqida fikrlaringizni izhor qilsangiz biz uchun nihoyatda ahamiyatli. Nima deymiz, shu taxtalari yaxshi kачествоsi va arga bazalarga nisbatan arzon, dastavkasi bor, sifati, hammasi, ishlarini omad tilayman. Faqat olg'a, aldinga, gazini bosing. Rahmat, tashakkur. Sizga ham omad, muvaffaqiyat har doim yor bo'lsin. Yangi yil bayrami uchun Barakales kompaniyasi tomonidan ajoyib sovg'aga ega bo'lmoqdasiz va keyingi yilda 2026-yilda ham samarali hamkorliklaringiz davom etishiga biz tilakdoshmiz. Rahmat, tashakkur. Kupon, yana voucher, hozir bu yerda televizorni olib kelib qo'yibman, ya'ni olib kelib qo'yibmiz. Bo'lgandan keyin buni siz olib ketasiz, o'zingiz yaqin saylab. Rahmat. Qarsaklar o'g'ishda sizni o'z joyingizga kuzatib qo'yamiz. Bayramni ajoyib kayfiyatlarda davom ettirish uchun. Qo'shko'pir tumanidan Habibullo og'a 9107 telefon nomerlari. Demak, Qo'shko'pirlik hurmatli mehmonimiz Habibulla akamizni taklif qilmoqdamiz. Habibulla aka, keling. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin.
bayram tabriklaringizni izhor qilishingiz uchun mikrofon taqdim qilindi va shu bilan bir qatorda kompaniya haqidagi fikrlaringiz ham muhim. Assalomu alaykum. Qatnashchilar. Shu barakalla esa omad tilimiz. Hamma ishi kelishaversin. Omad. Fikrlaringizni izhor etishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Sizni nima aynan xizmat ko'rsatish jarayonidami yoki kompaniya mahsulotidami e'tiboringizni ko'proq jalb etdi? Nima sizni aynan mana shu kompaniyaning mijoziga aylanishingizga sababchi bo'ldi? Kompaniya xushmuomalasi. Ish qilib gap yo'q. Hammasi zo'r. Qaysi Rahmat. sotuvchi sotadi sizga? Shuda turibdi hozir aytaman. Xushmuomala xodim hozir aniqlanadi. Balki yilning eng xushmuomala xodimi nominatsiyasini aynan sizga mahsulot sotgan xodimga taqdim qilar ma'muriyat. Taxminan shu Atushda ham bo'ladi o'sha. Otabek, Malades. Qani Olanazar Mo'minov, Olanazarna bizning eng yaxshi sotuvchilardan xushmuomala. Otabek, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Bu e'tirof siz uchun. Qarsaklarni chalib qo'yaylik Otabek uchun. Esa Otsha gang 201 ga turib bir aylantiringlar, endi omad tilab, siz ham shu 5 millionlik voucher tushishini tilab qolamiz, ag'a. Demak, Otabek tomonidan xizmat ko'rsatilgan hurmatli Habibulla akamizga navbatda qanday sovg'a tushishini aniqlab olamiz. Habibulla aka, sizga omad yor bo'lsin. Hayajonli daqiqalar. Demak, $100. 100 dollarlik mukofotga ega bo'lmoqdasiz. Guldiroz qarsaklarini chalib qo'yaylik azizlar. 100 dollar voucher sizga taqdim qilinadi. Mikrofon sizga taqdim qilindi. Marhamat, bayram tabriklaringizni izhor qilishingiz uchun. Bu yerda hozir bizning YouTube'dan, Instagram'dan blogerlarimiz bor. Bu kameralar shularniki. Sizning yaqin odamlaringiz, siz sinfdosh yoki do'stlar yoki oilalaringiz ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Agar ularga kengingizdan bir yaxshi tilaklar bo'lsa, hozir vaqti. Uring hozir. Eshitamiz. Hammaning ishini omad tilayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Hammaga omad. Hamma yaxshi ko'rganlaringizni yaxshi ko'rasiz. Malades. Yaxshi. Rahmat. Hamma yaxshi ko'radigan insonlaringizni yaxshi ko'rasiz deb e'tirof etmoqda Farruhbek. Tashakkur. Farruhbek, endi to'g'ri tushunasiz. Har bitta ishtirokchi mehmon ham mikrofon orqali xuddi siz kabi notiqdek gapira olmasligi mumkin, tortinadi, kamtarlik qiladi. O'zbegim, demak, xalqiga xos bo'lgan xususiyat bu. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Kelinglar, jarayonni sal optimallashtirish uchun birdaniga 3 ta finalistni taklif etsak va ketma-ketlikda aylantirsalar. Zohir og'a, Xonka Olajon, Zokir og'a 99-90 nomerlari. Zokir akamizni taklif qilamiz. Zokir aka, shu yerdamisiz? Xonqalik yana bir mehmonimiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Egambergan og'a Qo'shko'pir tumanidan 1175 nomerlari. Egambergan akamizni taklif qilamiz. 1175 telefon raqamlari egasi. Egambergan ham bor. Umirbek og'a Chapayev Urganch tumanidan 9109 nomerlari. Umirbek akamizni ham lutfan chorlab qolamiz. 9109 telefon raqamlari egasi. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Zokirjona, siz boshlab berasiz. Bunda mikrofon, agar tilaklaringiz, yaxshi gaplaringiz bizalik bo'lsa, mikrofon va keyin baraban sizga. Barakalis. Xodimlardan hammasini ishlarini omad. 2026-yil eng omadli yillardan biri bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Men ham shu barakalisni ishlarini omad tilayman. Bundan keyin toza yildan bundan ham toza izlanishda aksiyalar qilib, xalqimizni xushnud qilib yurayliklar. Rahmat. Salomat bo'ling. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Barakalisni ishlarini omad. Shu endi yil toza yillarda shu mashin qo'yib o'tirish xalqimizga berish nasib etsin. Ilohim aytganingizdek bo'lsin. Salomat bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Ajoyib kayfiyatlarda tadbirimizni davom ettirar ekanmiz. Galda Zokir aka boshlab berasizmi? Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Eng ajoyib sovg'alar ishtirokchilarimizga taqdim qilinadi. Sanoqli soniyalar bizni ajratib turibdi. Qaysi sovg'a aynan Zokir akamizniki ekanligini aniqlab olishimizdan. Va Zokir akamizga 100 AQSh dollari. $100 voucher taqdim etiladi. Yulduroz qarsaklari sadosi ostida azizlar, katta rahmat ishtirok uchun. Egan bergan ham azina. Egan bergan akamizning sovg'asini aniqlab olamiz. Va ularga gaz plitasi taqdim etiladi azizlar. Yulduroz qarsaklarini chalib qo'ying. Va bu ajoyib sovg'alardan biri voucherni sizga topshiramiz. Yirik sovg'alarimizdan birisini Egan bergan ham o'tib oldi. Tabriklaymiz Egan bergan ham. Navbatdagi ishtirokchimiz sekingina aylantirib qo'ydilar. Oshxona mebel eng katta qimmat sovg'alarimizdan birisi. Eng qimmatbaho sovg'alardan biri oshxona mebelini qo'lga kiritmoqdalar. Yulduroz qarsaklar sadosi ostida ularni kuzatib qo'yamiz. Ishtirok uchun katta rahmat. Demak, biz taqdim qilinayotgan sovg'alarga belgi qo'yib qo'yamiz va keyingi ishtirokchilarimizni taklif etishga taraddud ko'ramiz. Va qadrli mehmonlar, mikrofon qarshisiga chiqqaningizda bayram tabriklari bilan bir qatorda kompaniyaga takliflaringiz bo'lsa, kompaniya haqida ijobiy yoki boshqacha fikrlaringiz bo'lsa, buni ham izhor etishingizni so'ragan bo'lar edik. Bu nihoyatda muhim va 2026-yilda sizning fikrlaringizdan kelib chiqqan holda yanada muvaffaqiyatli va samarali faoliyat yuritishni biz rejalashtirganmiz albatta. Navbatdagi ishtirokchilarimiz, marhamat. Mijozlarimizni kelib ketish analizini yoki o'zi minidan qarasangiz, taxta bozorda, ya'ni taxta yog'och olishda asosan 95%, 98% erkak insonlar keladi. Erkak mijozlarimiz keladi. Kamdan kam ayol mijozlarimizga o'zimizni ko'rib atalamiz. Bularni dim hurmat etamiz, lekin shularning orasida o'zi sanoqli mijoz, lekin uni ham omadli shouga tushishimiz qiyin-ku. Ular orasida omadli shou tushish dim qiyin, ya'ni kamyob hodisa. Shulardan birisi Shukurjon ana Bog'ot tumanidan. Shukurjon onamiz uchun alohida qarsaklarni iltimos qilmoqchimiz. Onajon, assalomu alaykum. Bayram muborak, xush kelibsiz, tabriklaymiz. Va sizni mana shu bayram tadbirida ko'rish nihoyatda quvonchli, nihoyatda bizga o'ziga xos bir kayfiyatlarni taqdim etmoqda. Buni Farruxbek e'tirof etib o'tdilar. Sizdan tabriklarni qabul qilish ham alohida ahamiyatli, marhamat. Avvalambor hammangizga yangi yil qutlug' bo'lsin. Barakatli bo'lsin. Oilangizga tinchlik, shodlik ato etsin. Bu mehmondorchilik uchun, e'tiborlaringiz uchun, bu barakali xodimlarga, bu rahbarlarga mingda bir rahmatlar olsun. Alloh rozi bo'lsin. Qolaversa, bu tadbirkorlik ham juda yaxshi chiqdi. 97-yilda boshlangan ekanlar. Demak, undan oldingi yillarda joy solgan qo'shnilarimiz, o'zlarimiz bor. Og'och topmasdan taranga bilan bostiradilar. Demak, bularning xalqqa xizmati juda katta. Shuning sifatli, yaxshi taxtalar, xalqqa kerakli qurilish materiallarini olib kelib turibdilar. Mingda bir rahmat. Yana bir bor rahmat. Tashakkur. Sizga ham alohida rahmat. Karvoningiz hech qachon to'xtamasin, adashmasin. Minnatdormiz e'tirof uchun, fikrlaringiz uchun tashakkur. Sherifboy og'a va Mansur og'alar. Sherifboy og'alar bormi? Sherifboy akamiz taklif qilamiz. 42-46 telefon raqamlari sohibi hamda Mansur akamizni lutfan chorlab qolamiz. 22-70 telefon raqamlari egasi. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Fikrlaringizni izhor qilishingiz uchun mikrofon taqdim qilamiz. Barakalla, rahmat tileymiz. Shu ishlarni hammasini Xudoyim shu 26-yilda aytgan ishim muvaffaqiyatli qo'yib o'tirsizlar. Va omad tileyman. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hammani kelayotgan toza yil bilan tabriklayman. Ishlaringizda omad, barakali xodimlarga rahmat, xizmatlarga rahmat.
Sizlar ham rozi bo'linglar. Katta rahmat, sog' bo'lasizlar. Tashakkur hamkorligingiz uchun, Rahmat. ishonchingiz uchun. Siz birinchi Shukurjon onamiz boshlab bersangiz, beradilar, siz omadli xudo deymiz. xohlasa. Marhamat, Shukurjon onamizga adashmasam, oshxona mebel nihoyatda ayni muddao bo'lgan bo'lar edi, to'g'rimi? Xo'p. Aylantiramiz. Aylantiring. Bemalol. Yoki kir mashinasi ham bor bu yerda. Kelinlaringizga ajoyib tuhfa bo'lgan bo'lar edi nazarimda yangi yilga. Yoki mini xolodilnik, ya'ni muzlatgich ham ayni muddao bayram tabrigiga qarang. Onajon, sizga mini muzlatgich taqdim qilinmoqda. Yoqdimi sovg'a? Mana shu mini muzlatgich sizga taqdim qilinar ekan. Bayram yana bir bor sizga muborak bo'lsin. Ajoyib kayfiyatlar har doim hamroh bo'lsin deymiz. Yangi yilni zo'r kayfiyatda oila bag'rida nishonlash hammamizga nasib qilsin. Tabriklaymiz. Guldiroz qarsaklarini chalib qo'yaylik azizlar. Onajonimiz nihoyatda fayzli, farishtali bugungi oqshomimizning eng hurmatli ishtirokchilaridan biri. Davom qilamiz. Navbatda hozir biz mini xolodilnikni belgilab qo'ydik. U xolodilnikdan 2 dan hammasidan ikkinchi safar belgilaganingizda biz qora stiker bilan belgilab o'tamiz. Shu navbatda bir hamkorlarimizni e'tirof etib o'tish kerak deb o'ylayman. Men reklama deymi? Albatta. Barcha texnikalarni arzon va sifatlatib bizlarga yetkazib berib turgan eng yaqin bizning hamkorimiz Texnobozori katta rahmat aytamiz. Bu hamma texnikalarimiz, hamma shu sovg'alarimiz bizga shu tez yetirib berib turganimiz hammasi bu Texnobozor mahsulotlari. Ularga alohida rahmat aytib qo'yamiz. Undan boshqa bizning barakalisini har juma kunlari savdomiz, yirik savdolarimizda juma kunki sovg'alarimiz bor. Bu sovg'alar barchasini Ro'zg'or market, Urganch shahrida joylashgan Ro'zg'or market yetkazib beradi. Shu og'achakda hamma bu sovg'ani olganlar rahmat aytadi. Ichida sifatli yaxshi vaziga chiqqan Ro'zg'or market hamkorimiz ham keladigan bayramlar bilan tabriklaymiz ularni. Rahmat, tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Demak, Texnobozor hamda Ro'zg'or market hamkorlarimizga. Shu bilan bir qatorda bugungi tadbirimizni tasvirga tushirayotgan Asixpol teleradio kompaniyasi jamoasiga ham bayram muborak. Xizmatlaringiz uchun tashakkur, rahmat izhor qilamiz va davom etamiz. Marhamat. Sizga omad. Davom etmoqdamiz. Omad g'ildiragi aylantirildi. Navbatdagi ishtirokchimizni aniqlab oldik va ularning sovg'asini hozir topamiz. Va mini muzlatgichdan sal stelkamiz o'zgarmoqda, hali to'xtagani yo'q. Wow, молодец. Kupon barakaliz 5 million so'm. Guldiroz qarsaklarni chalib qo'yamiz. Super yutuqlardan biri. Bu hech narsa yomonga emas deganni, hozir masalan bu narsa tushib ketdi. Shuni balansini yo'qotganligi uchun mini xolodilnikdan orqaga qaytib nasibangiz bunday bo'ldi demak. Ya'ni shu tushib ketgan ham bir yaxshiliklar bo'ldi. Ag'a, sizni eng katta YouTube bilan tabriklaymiz. 5 million so'mlik kupon barakalisini tabriklayman ag'a. Rahmat. Yana shuni hokim shu barakalaysa omad. Xudoyim hamma o'talarki. Rahmat, salomat bo'ling. Qarsaklar ham bir bol chalib qo'ysak bo'ladi. 5 million so'mlik kupon sizga taqdim qiladi. Bayram muborak bo'lsin. Mansur ag'a, hali yirik sovg'alarimiz bor. Rastdan tushirmang. Kerak. Sizni tak. Hozir yana 1 minut. Zakif Kustoning gapi bor-ku, katta shaharlardan kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Ana shu gapdan berdi. Asa? Omad. Aynan o'sha tutqichdan ushlagan holda aylantirdilar. Qarang, e'tibor qilgan bo'lsangiz, tushib ketgan tutqich balki ularga ham omad olib kelar va 5 million so'mlik kuponga ular ham ega chiqarlar. Bu gaz plitasi, ikkinchi gaz plitasi. Va gaz plitasi barakali tomonidan Mansur aka sizga taqdim etilmoqda. Guldiroz qarsaklarni chalib qo'ysak arziydi. Gaz plitasi ham ajoyib tuhfa, ajoyib sovg'a. Tashakkur, rahmat. Bu yerda omadli show baramanimizda 20 dona
kataklari bo'lsa, bu yerda 37 finalistimiz bor. 2dan qistirib ketganimiz shu sovg'a o'yindan chiqadi. Agar bunga tushadigan bo'lsa, keyingi sovg'a o'tadi. Undan bir keyingi sovg'a taqdim qilinadi. Undan keyingisiga o'tadi. Shunda keyingi finalistimiz Yangiariq tumanidan Dilshod og'a, telefon nomerlari 55-52. Dilshod akamiz taklif qilamiz. 55-52 telefon raqamlari sohibi. Marhamat qiling. 41-48 Otabek og'a Xonqa tumanidan. Xonqalik mehmonimiz, mijozimiz taklif qilamiz. Otabek aka. 41-42 telefon raqamlari egasi. Marhamat qiling. Bu inson Otabek emas. Otabek aka, sizni kutmoqdamiz. Agarda bizni eshitayotgan bo'lsangiz, tadbirimizda ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ko'rinish berishingizni, tashrif buyurishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Marhamat. Otabek aka. Otabek aka, shu yerdamisiz? Sherzod og'a Yangiariq tumanidan. Sherzod akamiz taklif qilamiz. Sherzod aka. Sherzod akamizni odindan oilalari keldi. Telefon nomerlari 83-87, to'g'rimi? Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Tadbirimizning yana bir ayol ishtirokchisi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Shunday maqol bor, ya'ni ayollar birinchi bo'lishi kerak degan, ya'ni navbatda 3-chi bo'lsam, agar hurmat bilan ayollarni birinchi o'tirsak, ruxsat bersangiz esa, Sherzod amma odindan kelgansiz, hurmatli mijozimiz, barabarni aylantirsangizda, jiyan siz aylantirasiz o'xshaydi, hozir. Ajoyib. Demak, tadbirimizning eng jajji ishtirokchisi Kaliso Fortuna, ya'ni omadli g'ildirakni aylantiradi. Qaysi sovg'ani xohlayapsiz o'zingiz? 5 millionlik kuponnimi? Ajoyib. Zo'r. Va 5 millionlik kupon sizga nasib etadimi, hozir bilib olamiz. Yoki nahotki aynan xohlaganingizdek kupon, lekin qiymati 1,5 millionga. Texnobozor sizning xizmatingizda bo'ladi. 1,5 million so'mlik kupon sizga taqdim qilinadi. Xohlagan texnikangizni xarid qilishingiz mumkin. Guldiroz qarsaklar taqdim etilmoqda. Ajoyib. Dilshod og'a, sizning navbatingiz keldi. Sizdan omad tilab qolamiz. Aylantirsangiz. Dilshod akamiz tomonidan keldi. Omadli g'ildirak aylantirilmoqda. Dilshod aka, siz nimani xohlayapsiz? Xudoni bergani. Ajoyib. Eng yaxshi sovg'alar bugun ishtirokchilarimizga barakali tomonidan hozirlangan va ulardan birini hozir Dilshod akamiz egasiga aylanadi va bu gaz plitaga tushdi, lekin ikkita u yerda belgi qo'yilgan va yo'q, $100. Tak, gaz plitamiz o'yindan chiqdilar. 2 stiklaganlik uchun qoida bo'yicha $100 o'tdilar. Sizni yutqiz, Dilshod aka, $100 ayni o'yindan so'ng xudo xolsa sizga berib yuboriladi. $100 sizga taqdim qilinadi. Mikrofonni taqdim qilamiz. Marhamat, fikrlaringiz uchun. Mikrofonni yaqinroq ushlasangiz hammamiz eshitamiz. Bizga yaqinlangan mehmonlar, hammangizni shu yaqinlashib turgan yangi yil bilan tabriklayman. Hech qachon yomon kun ko'rmanglar. Shunday yana barakali esni xodimlarning hammasini ishlarini omad tilaymiz. Shunday o'yinlar ko'p bo'laversin. Yangi yilni yaxshi kutib olamiz. Rahmat, tashakkur. Davom qilamiz. Otabek ham Xonqadan siz omad tilaymiz og'a. Otabek aka. Otabek akamiz ega chiqadigan sovg'ani hozir aniqlab olamiz. Kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi bilan sizni tabriklaymiz. Qarsaklar bilan o'qishlab qo'ysak bo'ladi. Yaxshi sovg'a. Assalomu alaykum, davlatdan sizlar. Hammani kelib keladigan yangi yil bilan tabriklaymiz. Barakalisini ishini omad. Har doim olg'a bo'laversin. Yangi yil omad bo'lsin. Rahmat. Sizga ham yap yangi kir yuvish mashinasi muborak bo'lsin, tabriklaymiz.
qarsaklarni chalgan holasini kuzatib qo'yamiz. Xonqa keyingi finalistimiz Eldor og'a Xonqa tumanidan 2993, Sherali og'a 3282 Shovot tumanidan 14-chi keyingi finalistimiz Og'abek og'a Xiva tumanidan 4858. Demak, taklif qilamiz Eldor akamizni, Sherali akamizni hamda Og'abek akalarimizni. Eldor akamiz Xonqa tumanidan mijoz, Sherali akamiz Shovot tumanidan mijozimiz, Og'abek akamiz bo'lsa Xiva. Og'abek Amina Xiva tumanidan birinchi final ban tarafda Eldaram va o'rtada Sherali og'a, keng og'a Sherali, siz ikkinchi navbatda. Bo'lmasa sizga omad tilayman. Baraban shu sizniki, aylantiring. Eldor aka marhamat. Hammamizning e'tiborimiz g'ildirakka qaratiladi. Va hozir Eldor akamizning sovg'asi aniqlanmoqda. Va bu tak, kupon Ro'zg'or Market 1,5 million so'm. 1,5 million so'mlik kupon Ro'zg'or Marketdan xaridingiz uchun Guldiroz qarsaklar og'ushida sizga taqdim etamiz. Ishtirok uchun katta rahmat. Davom qilamiz. Sherali og'a, navbatingiz. Sherali akamiz navbatdagi sovg'a egasiga aylanish arafasidalar. Keyingi sovg'amiz va bu muzlatkich mini emas, katta muzlatkich. Guldiroz qarsaklar chalib qo'yamiz. Qimmatbaho sovg'alardan biri adashmasam, to'g'rimi? Albatta. Muzlatkichlar narxidan xabarim yo'q, lekin muzlatkich bu zo'r sovg'a nazarimda. Katta sovg'alarimizdan eng qimmatbaho sovg'alardan biri. Tashakkur ishtirok uchun. Muzlatkich bilan sizni tabriklaymiz. Navbatdagi ishtirokchimizning sovg'asi hozir aniqlanadi. Diqqat. Va bu malades Og'abek eng katta sovg'alardan birsini yutib oldilar. Bu 5 million so'm edi. Barakales kompaniyasidan 5 million so'm uchun voucher sizga taqdim qilinadi. Guldiroz qarsaklarini chalib qo'yamiz. Assalomu alaykum, Barakales xodimlari, tashkilotchi boshliqlarina Barakales kattadan katta omad tilayman. Hammangizga rahmat. Tashakkur sizga ham. Hamkorlik uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz va siz eng qimmatbaho sovg'alardan biriga ega chiqdingiz. Rahmat. Zafar og'a Xonqa tumanidan telefon nomerlari 5257, Sanjar og'a Qo'shko'pir tumanidan 9035 va keyingi finalistimiz Sherzod og'a Xiva tumanidan 9097 nomerlari. Ismlari e'tirof qilgan hurmatli mehmonlarimiz taklif qilamiz. Zafar akamizni, Sanjar akamizni hamda Sherzod akalarimizni. Zafar akamiz ham Xonqalik mijoz. Demak, guvohi bo'lishimiz mumkin. Xonqadan mijozlarimiz ko'p. Zafar og'a, birinchi Safar ham, ikkinchi Sanjara. Sanjara siz Sanjar akamiz Qo'shko'pirdan tashrif buyurgan hurmatli mehmonimiz va Xivalik Sherzod bek akamiz. Siz Sanjara, siz Sherzod aka 3-navbatda. Bo'lmasa sizlarga omad tilaymiz. Og'a, aylantirib bersangizda. Zafar aka marhamat boshlab berasiz. O'zi har bitta ishtirok etayotgan mehmonimiz omadli mijoz hisoblanadi. Chunki bu yerda sizni kayfiyatingizni ko'taradigan sovg'alar hozirlangan. Eng kami $100. $100 ham bayram arafasida nihoyatda ajoyib sovg'a nazarimda. Zafar akamizning qo'lga kiritadigan sovg'alari bu yerda gaz plitaga tushmoqda va o'yin qoidasiga asosan gaz plitada ikkita belgi bor va biz bir sovg'aga qaytadigan bo'lsak $100 ga qaytamiz, to'g'rimi? Farruhbek? Albatta, $100 sovg'aga qaytamiz. Bundan keyingi sovg'aga o'tamiz. $100 voucher kupon bersangizda $100lik voucherni sizga taqdim qilamiz. Zafar aka, qarsaklar chalib qo'yaylik azizlar. Qarsaklar bilan o'xshagan holda
Zafar akamizni qutlaymiz. Zafar akamiz uchun qarsaklar so'ralmoqda azizlar. Rahmat. Davom qilamiz. Sanjar akamiz davom ettiradilar. Sanjar akamizning qo'lga kiritadigan sovg'alarni aniqlaymiz. Va bu Farruhbek, sizning yordamingiz kerak. Wow. Dik o'rtada qolgan bu. Sizga yana bir shans beriladi. Yana bir aylantirib ko'rasiz. Demak, yana bir bor Kaliso Fortuna omad g'ildiragi aylantiriladi. Hozir aniqlaymiz. Kupon Barakalisni o'zidan 1,5 million so'mlik kupon. 1,5 million so'mlik kuponga ega bo'lmoqdasiz. Yildiroz qarsaklar og'ushida sizga taqdim qilamiz. Rahmat ishtirok uchun. Hozir ko'pchilikdan so'rab turibdilar, nimaga $100 AQSh dollaridan ko'p birga tushmayaptilar. Ya'ni bu yerda 100 AQSh dollardan 4 ta qo'yilgan, boshqa sovg'alardan 2 dan qo'yilgan. Shuning hisobini, lekin hozir 100 AQSh dollari o'yindan chiqdi. Endi faqat banda boshqa o'yinlar o'ynalib turibdi. Demak, 100 AQSh dollarlik kuponlar tugadi. Egalarini topdik. Navbatdagi ishtirokchilarimiz undan baland bo'lgan sovg'alarga ega bo'lishadi. Sherzod aka, sizga omad. Sherzod aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Va hurmatli mehmonlar, ishtirokchilarimizni taqdirlayotgan paytimizda siz ham ularni qarsaklar bilan olqishlagan holda qutlab tursangiz nihoyatda xursand bo'lamiz. Bu tadbirimiz aynan Barakales kompaniyasi mijozlarni kayfiyatlarini bayram arafasida yanada ko'tarishga qaratilgan va sizning sovg'angiz Farruhbek, yana sizning yordamingiz kerak. Bu yerda millimetrga biroz sovg'aga taqdim qilingan, qaratilgan ushbu strelkamiz. Farruhbek, qarang, to'xtadi. E'tiboringizni g'ildirakka qaratishingizni so'raymiz. Sizga yana bir aylantirish shansi beriladi. Ya'ni o'rtada qolib ketgan ekan. Yana bir marta aylantiramiz. Marhamat. Va xolodilnik, sizga xolodilnik katta sovg'alardan birisi. Qimmatbaho sovg'alardan biri muzlatgich sizga taqdim etiladi. Katta rahmat. Qarsaklar chalib qo'yaylik azizlar. Agarda ovora qilmayotgan bo'lsak, dasturxonlarimizga taomlar tortilmoqda. Yoqimli ishtahalarni ham talab o'tamiz va taomlar tanovuli payti qarsak so'rash ham biroz, demak, noo'rin bo'lishi mumkin. Buni to'g'ri tushungan holda davom etamiz. Xo'p, navbatdagi ishtirokchimizning keyingi qatnashchimiz Ravkat aka Xanka tumanida. Hozir zaldan iltimos bo'lyapti, ya'ni tezroq finalchilar chiqishini so'rab turibdilar. Shuning uchun 3 emas 5 dana xodimlar chiqarishimizga o'rgat turibdi. Raqqosalarimiz ham o'z namoyishlarini e'tiborimizga havola qilishga taraddud ko'rishmoqda. Hozir 5 finalistlarni tanishtirib, keyin raqqoslarimizga navbat bersak bo'ladi. Ravkat aka Xanka tumanidan 17-10 nomerlari. Ravqat akamizni keyin tabriklaymiz. Bu yerda G'ayraton bilan Hakimboy o'yin almashish qaptasi. Hakimboy ham chaqiriladi. Xanka tumanidan 05-08 nomerlari. Keyingi Allayor aka Yangiariq tumanidan. Allayor akamizni taklif qilamiz. Yangiariq tumanidan. Demak, Dilshod aka Yangi bozor tumanidan. Dilshod akamiz Yangi bozor tumanidan 66-62 raqamlari egasi. Muhammad aka Beruniy tumanidan. Muhammad akamizni taklif qilamiz. Omad shu aylantirishi mumkin, omad tilaymiz sizga. Demak, Ravqat akamiz omad g'ildiragini aylantirmoqdalar. Ravqat akamizni bayram arafasida Barakales kompaniyasi qaysi sovg'a bilan xursand qilishini hozir bilib olamiz.
va kir yuvish mashinasi. kir yuvish Baho mashinasi bilan sizni tabriklaymiz. Marhamat. Rafkat og'a, siz yerda hazina 1 minut. Kir yuvish mashinasi. Yana bugungi showimiz tugagandan keyin bu bilan sizga o'zingiz yakkam texnikani barabaramiz kir yuvish mashinasi ichida. Yaxshi. Hakimboy og'amiz. Hakimboy akamiz aylantirmoqdalar. Hakimboy akamizga ham qimmatbaho sovg'alardan biri nasib etadi. Chunki aytib o'tildi, eng kami $100 kupon edi va $100 kuponlar o'z nihoyasiga yetdi. Faqatgina qimmatbaho sovg'alar bizning barabanimizda qoldi. Hakimboy og'am ham $100 tushadi. Undan keyingini o'tamiz. Qoida bo'yicha bu mini xolodilnik yutdilar. Kichkina muzlatgich bilan sizni tabriklaymiz va mini xolodilnikdan xafaman. Bu $100 ancha qimmatroq. tabriklaymiz. Mini xolodilnik, ya'ni mini muzlatgich sizga muborak bo'lsin bayram arafasida. Ajoyib sovg'a. Alloh yor og'amiz. Davom qilamiz. Alloh yor aka, omad yor bo'lsin. Olloyor akamizga kupon Ro'zg'or marketdan 1,5 million so'mga teng bo'lgan kupon taqdim qilinadi. Ya boshlanishida yana ta'kidlab aytib o'tdik, bizning eng yaqin hamkorimiz Ro'zg'or marketdan siz bepul 1,5 million so'mni xarid qilishingiz mumkin. Eng sifatli, arzon, yangi yilda hamma narsasi bor marketimiz Urganch shahrida joylashgan va Raycenterda chiqqandan keyin bolalar sizga qo'shganga ko'rsatib. Yangi yil dasturxoniga xarajat ancha arzonga tushadigan bo'ldi. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Va davom etamiz Farruxbek. Navbatdagi ishtirokchimiz. Omad yor bo'lsin, marhamat. Yangi bozor tumanidan mijozlarimiz kamroq chiqadi, lekin shularning ichidan Dilshod Молодец, yangi bozor tumanidan. Va bu o'rtalarni yana bir aylantirasiz. Yana bir marta aylantirishingizni iltimos qilamiz. Yoki variantingiz va bu TV43lik yoki kupon texnobaza ikkisidan birisini saylashingiz mumkin. Yoki yana bir marta aylantirib bilasiz. Kupon Texno bozordan 1,5 million so'mlik tanladingiz. Kupon tanladingiz. YouTube'ni bersangizda demak, tanlash imkoniyati taqdim etildi Farruxbek akamiz tomonidan va siz kupon 1,5 million so'mga teng bo'lgan kupon tanladingiz va Texno bozordan xarid uchun bu sizga taqdim etiladi. Rahmat ishtirok uchun. Omad har doim yor bo'lsin. Bayram muborak. Muhammad ham Beruniy tumanidan kelgan vaqtda ham aytadi, hozir ham niyat etib turibdi. Menga 43lik televizor kerak deb. Bizlar savdolar turadi-da, kassalar. 43lik kerak deb aytdi. Hozir yana 43likni 2 danasi utilmay turibdi. Xudo xolasa men 43lik tutsangiz kerak. Omad yor bo'lsin Muhammad aka. Sizga 43lik televizor tushki. Diqqat e'tiborlarimiz 43lik televizor. Ana. O'tib ketdi. Oshxona mebel. Lekin oshxona mebel 43likdan qimmat. Va qarang Farruxbek, bu yerda 5 millionlik savdo, 5 millionlik kupon 2 marta yutildi. Demak, bir qaytamiz va bu bundan keyingi YouTube'ga o'tamiz. Bu oshxona mebel. Oshxona mebel ham eng qimmatbaho sovg'alardan biri hisoblanadi va sizni o'yinimizdagi eng qimmat sovg'alardan birini egasiga aylanganingiz bilan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Hamkorlik uchun. Kumushni qidirsangiz oltin topasiz. Ajoyib.
Farruxbek. Bo'lmasam biz sal pauza bosib turamiz. Bizani hamkorlarimiz tomonidan berilgan, bizlar sovg'a hisobidan berilgan bu raqs ko'ramiz hozir. Albatta, hozir qolaversa taomlar tanovuli payti. Mana shu iste'mol jarayonida sizga yoqimli bo'ladigan namoyishlardan yana birini e'tiboringizga havola qilish uchun davramizni kengroq olamiz va davramizga Bekajon raqs ansamblining keyingi taqdimotini e'tiboringizga havola qilish uchun taklif qilamiz. Demak, ovoz rejissyorlarimiz taraddud ko'rishmoqda. Musiqalar hozirlanadi. Qadrli va hurmatli mehmonlarimizning e'tiborlari markaziga ajoyib taqdimot havola qilinganidan so'ng yana omadli g'ildirak aylantirish bilan oqshomimizning hurmatli va omadli mehmonlarini yana e'tirof etishda davom etamiz. Marhamat, davrada Bekajon raqs ansambli.
Ya'ni bugungi tadbirimizning hurmatli ishtirokchilaridan biri Mustafa akamizga, ustozimizga hurmat ehtirom bilan mikrofon taqdim qilib, qo'llarimizni duoga ochsak, hammamiz yaxshi niyat istaklariga qo'shilsak ayni mudda bo'ladi nazarimda. Assalomu alaykum. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rabbil alamin. O'zing mana shu shodiyona kunni o'zing barcha mana shu joyda o'tirgan barcha azizlarimizga o'zing muborak aylagin. Xosatan mana shu tadbirni uyushtirgan azizlarimizdan o'zing rozi bo'lgin. Ularni barcha qilayotgan ihsonlarini dunyo va oxiratlar uchun zahira bo'lishini o'zing nasib aylagin. Allohim mana shu joyda yutuqlarni olayotgan barcha opalarimiz, akalarimizdan o'zing rozi bo'lib, ana shu yutgan narsalarni yaxshi kunlarga ishlatishlarini o'zing nasib aylagin. Allohim mana shu chiroyli dasturxonlarni hozirlaganlardan o'zing rozi bo'lib, ularning mukofotini dunyo va oxiratda o'zing nasib aylagin. Sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Katta rahmat. Duolarimiz karami keng dargoh cheksiz Alloh huzurida qabul bo'lsin degan holda biz davom etamiz va omadli shou davom ettirish uchun Kamina Farruxbekni yana yonimga taklif qilaman. Farruxbek, keling. Farruxbek bilan birgalikda navbatdagi ishtirokchilarimizni qo'lga kiritadigan demak yutuqlarni aniqlab olamiz va bu yutuqlar aytib o'tildi, $100 kuponlar o'z nihoyasiga yetdi, faqatgina qimmatbaho sovg'alar qoldi. Shunday ekan, aynan mana shu qimmatbaho sovg'alarni o'z egalariga topshirish uchun Farruxbek, sizni yana taklif etmoqchiman. Ro'yxat bo'yicha navbatdagi mehmonlarimizni taklif etamiz va ular bilan birgalikda omadli g'ildirakni aylantirib, ular qo'lga kiritadigan sovg'alarni aniqlab olamiz. Marhamat. Tartib bo'yicha davom etamiz. Xo'p. Demak, Ozodbek akamiz Qo'shko'pirlik mijoz 1088 telefon raqamlari egasi taklif etiladi. Ozodbek akamiz, shu yerdamisiz? Ozodbek akamiz bilan bir qatorda Qadamboy akamiz Qo'shko'pirlik mijoz taklif etiladilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Abbosbek akamizni ham taklif qilamiz. Xonqa Olaja 8818 telefon raqamlari egasi. Ozodbek akamiz boshlab beradilar. Hozir yana ishtirokchilarimiz yonimizga kelib qo'shilishlari joiz. Qadamboy akamiz hamda Abbosbek akalarimizni kutmoqdamiz. Shu yerdamiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Qadamboy akam bo'lasiz, to'g'rimi? Qadamboy aka ikkinchi bo'lib siz aylantirasiz. Qadamboy aka 2404 raqamlari egasi. Ozodbek aka, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin va ulug'larimizdan o'xshovimiz, ya'ni bugungi tadbirimiz ishtirokchilarining eng yoshi katta ulug'laridan birisiz va bayram tabriklarini sizdan qabul qilsak o'ylaymanki nihoyatda o'rinli bo'ladi. Marhamat. Shu yerga kelib o'tirganimdan minnatdorman. Ina baraka korxonalarning ishchilari, xizmatchilari va barcha shu yerga qatnashib o'tirgan xodimlarni mana shu teatr va yangi yil bilan tabriklayman. Ham sizlardan ishlaringiz omad. Hamisha o'ynab kelishing nasib etsin. Sog'lik salomatlik o'tirganlarigaymiz. Hamisha barakali yil bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Demak, Ozodbek akamiz boshlab beradilar. Omadli g'ildirakni aylantirgan holda o'z sovg'alarini aniqlaydilar hozir. Demak, boshladik. G'ildirak aylantirildi. Ozodbek aka, qaysi sovg'ani xohlayapsiz? Xudoni bergani. Haqiqiy yurtdoshlarimizga xos bo'lgan javob va bu kupon Barakalesdan 1,5 million so'mga teng bo'lgan kupon sizga taqdim qilinadi. Tabriklaymiz. Ozodbek akamiz uchun qarsaklar bormi azizlar? Rahmat. Ozodbek aka muborak bo'lsin. Qadamboy akamiz. Marhamat, navbat sizda. Qadamboy aka, aylantirishingiz mumkin. Va Qadamboy akamiz nimani xohlayaptilar? Qadamboy aka, sizga ham shu, Xudoni bergani. Ajoyib.
qanday sovg'a bo'lishidan qat'iy nazar baribir kayfiyatimiz zo'r bo'ladi, chunki bu yerda har bitta sovg'a qiymatli. Muhim e'tibor degan e'tirof ham bor bizning xalqimizda. Barakali kompaniyasi o'z mijozlariga e'tibor ko'rsatgan holda chiroyli tadbir uyushtirgan va bu tadbir orqali omadli shou final ishtirokchilarini qutlashda davom etamiz. Qarang, bu yerda gaz plitada ikkita belgi bor bizda. Undan keyingisi 100 dollarlik kupon u ham tugagan, to'g'rimi? Undan keyingisi kupon Texnobozor uchun 1,5 million so'm qiymatida sizga taqdim qilinadi. Yildiroz qarsaklarini chalib qo'yamiz. 1,5 million so'mlik kuponga ega bo'lmoqdasiz. Tashakkur, ishtirok uchun rahmat, hamkorlik uchun alohida tashakkur izhor qilamiz. Abbos bey aka, assalomu alaykum. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Marhamat, aylantirishingiz mumkin. Abbos bey aka, sizdan nima gaplar? Qaysi sovg'a tushishini xohlaysiz? Xo'p. Aniqlaymiz hozir. Abbos bey akamiz Xonqalik mijoz Barakali kompaniyasi mijozlaridan biri va ular omadli shou finalida o'z sovg'alarini qo'lga kiritish arafasida. Va bu sovg'a kir yuvadigan mashinaga tushdi strelkamiz. Lekin bir qaytamiz, ikki qaytamiz, 3 qaytamiz va bu 4-chi qaytishimizda aniqlanadigan gaz plitasi sizga taqdim qilinadi. Yildiroz qarsaklar og'ushida tabriklagan holda sizni yap-yangi gaz plita bilan tabriklaymiz. Muborakbod qilamiz. Xo'p, davom etamiz. Galdagi ishtirokchilarimizni e'tirof qilaman. Nodirbek aka, Xivalik mijoz 3581 telefon raqamlari egasi. Jo'rabek akamiz, Shovotlik mijoz 4222 telefon raqamlari egasi. Yo'ldoshbek akamiz, Qoramon Post GAI 1162 raqamlari egasi taklif etiladi va Farruxbek ham yonimizga kelib qo'shilmoqdalar. Marhamat. Xo'p. Nodirbek aka, assalomu alaykum. Siz birinchi bo'lib boshlab berasiz. Jo'rabek akamiz davom ettiradilar. Jo'rabek aka siz Jo'rabek aka ikkinchi bo'lib. Yo'ldoshbek akamizni hali kutmoqdamiz. Yo'ldoshbek aka. Yo'ldoshbek aka 11. Jo'rabek ham, yo'ldosh ham kelingchi. Siz o'rnidan keldingizda. Xo'p. Qoidaning yangi qoida, ayollar birinchi, navbatni o'tkazib bersak, ruxsat bersangizda. Aha. Demak, Yo'ldoshbek akamiz nomlaridan siz 12 nomerlari, to'g'rimi? omadli g'ildirakni aylantirasiz. Oshxona mebel tushishini xohlaysizmi? Ajoyib. Va sizga gaz plitasi taqdim etiladi. Chunki qarang, kupon bu yerda 1,5 million so'mlik ikkita belgi qo'yilgan, o'z nihoyasiga yetgan. Undan keyingisi gaz plita. Gaz plita. Xursandmisiz? Opajon, bayram tabriklaringiz, emotsiyalaringizni biz bilan ulashishingizni istaymiz, marhamat. Yangi yilim omadli yil bo'lsin, barakalaysam omad. Rahmat. Sizga ham omad har doim yor bo'lsin va sizni yap-yangi gaz plitasi bilan tabriklaymiz. Yangi yilga ajoyib sovg'a nazarimda. Xursandmisiz opajon? Nodirjon, ha. Rahmat. Nodirbek akamizni taklif qilamiz, marhamat. Nodirbek akamizga televizor taqdim etiladi, to'g'rimi? Chunki biz ikkita belgi qo'yilgan sovg'alarimizdan bir qaytib, ayni belgisi bo'lmagan sovg'amizga yetib kelamiz va bu televizor 43 dyumlik televizor aka. Sizni yangi yilga taqdim qilinayotgan televizor bilan tabriklaymiz. Ishtirok uchun katta rahmat. Mijoz bo'lganingiz uchun tashakkur. Qarsaklar bilan o'qishlagan holda qutlab davom etamiz. Jo'rabek ham Shovot tumanidan 4222 nomerlari. Og'a, omad tilaymiz. Marhamat.
gaz plitasiga tushdi, lekin bir qaytamiz va sizga ham televizor taqdim etamiz. Yangi televizor yangi yilga ajoyib sovg'alardan biri sifatida Barakali kompaniyasi tomonidan mijozimizga taqdim etiladi. Rahmat, ishtirok uchun tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Hasanboy og'a Xonka 40 yop Xonka tumanidan 40 yop qishlog'ida 8969 nomerlari. Botir og'a Shovot tumanidan 0025 nomerlari. Bobur og'a Do'rmand 9159, Farruxa Qo'shko'pirdan 0387. Maqsud akamizni ham taklif qilamizmi? Qatnashuvchi chaqirdik. Hasanboy aka, assalomu alaykum. Hasanboy aka ikkinchi Botir og'a turadilar. Keyin Bobur akamiz. Bobur og'a, keyin Farruxa turadi. Siz Farruxa. Hasanboy aka, omad. Hasanboy akamiz omadli g'ildirakni aylantirgan holda o'z sovg'alarini aniqlash jarayonidalar. Hasanboyga tabriklaymiz. Qaysi sovg'a tushidan qat'iy nazar xursand bo'lishingizga ishonamiz, chunki sovg'alarimiz ajoyib va sizga taqdim qilinadigan sovg'a Xo'p. Ana endi qaytamiz. Gaz plita ham emas, televizor ham emas. Bu kupon Texnobozor 1,5 million so'mlik. 1,5 million so'm qiymatdagi kupon sizga taqdim etiladi va bu kupondan siz Texnobozorda foydalanishingiz mumkin. Hasanboy, masalan, siz telefon yoki iPhone olacaksınız. Barasiz senasini kelasiz. 3 million, 4 million yoki 1,5 2 million. Buni bersangiz 1,5 million qaytadi. Ketmaslardan bolalar beklatib ketasiz, bo'ldi. Ya'ni bu 1,5 million so'm qiymatdagi pul hisobida o'tadi. Texnobozorda faqatgina. Rahmat ishtirok uchun. Davom qilamiz. Hasanboy akamizni taqdirladik. Ana endi Botir akamiz aylantirmoqdalar. Botir akamizga oshxona mebelimi? Ha. Oshxona mebel. Oshxona mebeli taqdim qilinadi. Eng qimmat savdolarimizda ikkinchi o'rinda turadi bu. Ha, sizga qimmatbaho sovg'a oshxona mebel bilan tabriklaymiz. Oshxona xursandmiz sizga? Men. Rahmat. Ajoyib hammaga omad tilayman. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Shu hammangizga ishlaringizga rivoj. Rahmat. Oilangiz ayollarni xursand qiladigan bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Bobur og'a, Do'rmand, Urganch tumani adashmasam. Bobur aka, sizga Tak. bu yerda adashmasam televizorda turibdi. Televizorda turibdi. Bir ko'rib bersangiz 32lik, lekin smart, yaxshi sifatli Texnobozordan 32lik dyumlik televizorimiz ag'a. Va sizni televizor bilan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Sanoqli daqiqalar qoldi. Final o'yinimiz tamom bo'lsa, tamom bo'lganda sizni barabarlar. Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz assalomu alaykum. Marhamat. Qo'shko'pir tumanidan. Nov istab turibsiz. Televizor 43likmi? Aylan, tushsin sizlar. Demak, Farruxbek akamiz Qo'shko'pirlik mijoz. Ular televizor xohlamoqdalar. Kir yuvadigan mashinasi sizga taqdim etiladi. Siz istagan 43 televizorda qimmat narsa tushdi. Qimmatbaho sovg'alardan biri kir yuvadigan mashina bilan tabriklaymiz. Siz ham bayram arafasida oilangiz, xonimlarni xursand qilasiz. Maqsad og'a Yangiariq Ostonadan 0114 nomerlari. Maqsadbek akamizni taklif qilamiz. Keling. Muxtor og'a Anjirchidan 9000 nomerlari.
Jasurbek akamiz. Jasurbek og'a Qo'shko'pir tumanidan 0380. Jamolbek og'a Bog'ot tumanidan 77-70 nomerlari. Marhamat. Demak, Keling og'a. ismlari e'tirof qilingan hurmatli mijozlarimiz taklif qildik. Ostonadan. Maqsudbek akamiz boshlab beradilar. Maqsudbek aka. Maqsud og'a, sizang, men og'a. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savdomi? Savdo 30 millionlik. 30 million so'mlik xarid egasi Omad Show finalida ishtirok etmoqdalar. Avvalambor assalomu alaykum. Hammani kirib kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz. Shu barakali xodimlarga minnatdorchilik bildiramiz. Shu ishlarga omad. Yani mijozlar ham shu omad deb. Rahmat. Sizga ham tashakkur izhor qilamiz va Bang Faruxa. Men aylantirdim, uchirdim keldilik. Marhamat. Aylantiring og'a, sizga eng zo'r sovg'alarni tutsin shu yerda. Bu yerda 43 dagi eng qimmati qoldi. Mansur akamizga chiqadigan sovg'ani aniqlaymiz. Va u Молодец, oshxona mebeli bo'ladi azizlar. Oshxona mebeli. Tabriklaymiz. Qimmatbaho sovg'alardan biri. Siz qarang, Maqsuda, siz Jamolbek aka. Vaqtida bir yerda o'tiribsizlar, lekin raqib siz ozgina bo'lsa ham, lekin siz raqib bo'lsa, shu yerda eng qimmat sovg'ani sizga tilab o'tirdi og'am. Aytganiga o'rgan, oshxona mebeli tashkilot turadi. Sizga haqda ma'lumot ega ekan. Ara, молодец og'a. Tabriklaymiz. Bu bratimiz o'zi Rossiyadan mashina utgan. Shuni aytib berdi-dan, baraba aylantirgan vaqtida ishi super o'yinchisi dedi. Xudo xolasa dedi, usta karatdan bu odam Rossiyada o'tirgan yerda mashina utgan. Eng omadli insonlarimizdan biri bu. Eng omadli insonlardan biri. Hamyurtimizni qutlaymiz. Rossiyadan turib avtomobil egasiga aylangan, ya'ni mana shunaqa o'yinlarda ishtirok etgan holda. Iminni ishi bratni kutib o'tirdim. Men mikrofonni olishima xafa bo'lma, lekin ishi bratni kutganman. Baraba aylantirgan vaqtida super o'yinchi ekan-da. So'ng usta qaraganda bu Rossiyada o'tirganda mashina utgan bu degan vaqtida eng qimmatbaho narsani Xudo xolasa super o'yinda tiladim sizga deb aytmadimmi? Omadingiz bersin aka. Maqsudaga tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Bundan ham ulug'roq podarkalar aytganlarini din, mashina qo'yib o'tirish nasib etgan. Xudo xolasa mashina mutkaysiz. Ilohim, aytganingizdek bo'lsin. Qarsaklar bilan sizni tabriklab qo'yamiz. Xo'p, keyingi Muxtor og'amiz. Hozir so'zga chiqqan insonni ko'pchilik biladi. Bu Ruslan onamiz Bakiyev. Bizada Instagram, SMMni yuritadigan insonlar. Ovozlari sizga tanish bo'lsa, negadir ko'rdim deb o'ylanib bo'lsangiz, Instagramda ko'rasizlar. Bizani simbolimiz aylangan go'k maska ishlari va barakali istab qilsalar, shu Ruslan ham. Urganch tumanida dim ko'p odam sizni taniydi og'a. Yana bir yangilikimiz bor. Uni aytsam ham bo'ladi, endi quvonchim sig'mindirdi ichimga. Biza Xudo xolasa dastavka uchun endi novoy mashina oldik, yangi mashina oldik. Xudo xolasa endi 100 million so'mlik savdo etsalar ham bizdan o'zlarimizning mashinamiz bor endi. Birava telefon urib aytimiz endi tashab berikimmi deb. Nomerga qarang, eng qizlig'i 35 qo'yganmiz. Bizning call centerimiz 55 bo'ladi. Mashina nomerini ham Xudo xolasa 35 qo'yganmiz. Sizlar uchun xizmatdamiz doimo. Rahmat. Biz siz uchun xursandmiz akajon, tabriklaymiz. Quvonchingizni sezmoqdamiz. Tashakkur, ishlarda muvaffaqiyat, omad tilagan holda davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz marhamat. Xo'p. Muxtor akamiz omad g'ildiragini aylantirgan holda o'z sovg'alarini hozir aniqlab oladilar va bu sovg'a adashmasam 1,5 millionlik kupon. Marketdan 1,5 million so'mlik Ro'zg'or marketdan 1,5 million so'mlik kupon sizga taqdim etiladi. Tabriklaymiz. Yangi yil xarajatlari qisqaradigan bo'ldi ancha.
va Ro'zg'or market uchun ham ayni yuqorida Texnobozor haqida tushuntirib berganingizdek ta'sir qiladi bu kupon, to'g'rimi? Xarajat qilasiz, 1,5 million so'mlik qiymatda mana shu kupon o'tadi. Yangi yilni to'liq xarajatini qoplab biladigan darajada urda narsalar arzon va sifatli va yaxshi import tovarlar dim ko'p. Har vajda olsangiz bo'ladi. Jasurbek og'am Qo'shko'pir tumanidan sizga omad og'a. Jasurbek akamizni tabriklagan holda taklif qilamiz. Omadli g'ildirakni aylantirib, o'z sovg'alarining Kirish mashinasi qoldi. Tak 32 lik televizor va 43 lik televizorlar qoldi. har bitta sovg'amiz ajoyib. Agar shu botda o'tib kelsa, kir yuvish mashinasi bo'ladi. Kir yuvadigan mashinasiga taqdim qilinadi. Tabriklaymiz. Qarsaklar chalib qo'ysak bo'ladi. Yana bir qimmatbaho sovg'alarimizdan biri. Jasurbek aka kir yuvish mashinasi bilan tabriklayman. Mashin tomonda ne'tatib keladi, sen mashin, lekin kir yuvish mashin. Albatta. Davom qilamiz. Jasurbek og'am, bizada bir finalistimiz bor edi. Bu spiskadan sal pastroqda yoziladi. Bu Mahmud og'am G'oybudan 0555 nomerlari. O'zlari gap bilmadilar va o'rnina ishonchli odamni yubordilar. Ustamizni siz navbatga keltirsangiz, iltimos. Jamolbek aka, adashmadim. Jamolbek aka Bog'ot tumanidan shuncha uzoq yo'l bosib kelgan sizga rahmat. Sizga omad tilayman. Ishida eng qimmat televizor va podarka 43 lik. Shu tushki sizga. Demak, omadli show finalining final ishtirokchilari. Oxirgi ikkita ishtirokchimiz o'z sovg'alarini hozir qo'lga kiritadilar va bizda televizorlar qolmoqda. Va bu 43 dyumdagi televizor sizga taqdim etiladi. Ko'rdingizmi? Sen yaxshiroq aytmadingiz. Jamolbek aka tabriklaymiz. Sizni televizor bilan Barakaliz kompaniyasi taqdirlanmoqda. Hamkorlik uchun tashakkur. Bayram muborak bo'lsin. Bu yerda adashmasam 2 dona sovg'a bor. Agar bir dona kranni aylantirish shart bo'lmasa deb, hozir bu yerda bir dona 43 lik, bir dona 32 lik bor. 32 lik televizor 43 likni почти 70% da deng. Sizlar bu yerda eng qimmat 43 lik televizorni tilayman. Aylantirib yurmali o'zi turibdi-ku YouTube'da. Yo'q, ag'a unda bizlar hozir bu yerda 90% baribir adashmasam 43 lik televizor tushadi. Chunki agarda 32 lik tushishi uchun faqatgina 32 ga to'g'ri kelishi kerak. Faqat o'zini. Endi bu peshonaz hozir ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Agar qarang 32 lik tushgan taqdirda ham siz yilning eng omadli insonlardan biriga aylanasiz. Chunki 99% 43 tushishi mumkin bo'lgan joyda 1% 32 lik tushsa ham bu omad, o'ziga xos omad. Ana malades. 43 lik televizor. 43 dyumlik televizor sizga taqdim qilinadi. Qarsaklar chalib qo'yaylik azizlar oxirgi ishtirokchimiz uchun. Qo'yil. Rahmat. Bayram tabriklarini ham qabul qilsak. Marhamat. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Shu kelayotgan yangi yil bayrami hammamiz uchun shu barakali, omadli yil bo'lg'ay. Shu 26-yil hammamiz nima deymiz, omadli bo'lsin. YouTube'larimiz bundan ham muvaffaqiyatli bo'lsin. Hammangizga yangi yil bilan yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Hozir endi so'zni beklanmaydi. Sizning chiqqaningiz oxirida yaxshi ham bo'ldi-da. Sababi brat o'zi aslida bu omadli shu barabani bu oluvchi uchun, usta uchun emas, mijoz uchun. Mijoz o'tib oldidan hozir iloji bo'lmadi va o'zini ishongan ustasini yuvardi. Bu yerda ustalar bu yerda finalistlardan tashkil final o'yinimiz ham tugadi. Ustalarimiz ham o'tiribdilar. Ustalarning barchasini kelganlari uchun rahmat aytamiz. Bu yerda o'tirgan ustalarimiz ko'pchilikni el yurt taniydi. Qo'li gul hunarmand ustalar. Barchangiz bizlar bilan shu yil davomida hamkorlikni bizlar bilan ishlashganlar uchun sizlarga ming rahmat. Lekin shu yerda bir qisqacha ma'lumot berib o'tsak, keng birgalikda. Shuning tushunchaba taxtachilikda ustaga bu yerga sovg'a ajratib berish oluvchi tomonidan sal gumonli o'ylanadi.
Ne uchun men bilan kelgan ustaga sovg'a beryotir deydi, o'ylanadi. Yoki ichidan o'tadi. Bu narsani aslida qimmatmakan deb o'ylanadi. Любой oluvchi buni o'ylanishi mumkin. Shu narsaga tushuntirish berish uchun va ustalarning bu narsada ko'proq bu olatirgan sovg'alari gumonli bo'lib qolmasligi uchun tushuntirish berish kerak. Biza masalan 100 ming so'mlik taxta olsak, buni sizlar eng ko'pi 105 ming so'm masalan aytilib turibdi, sotilib turibdi. Usta bilan kelsa ham, ustasiz kelsa ham. Bizani Instagramdan, YouTube'dan ko'rib kelib turibdi, yoki ishodan eshitib kelib turibdi, ishoda arzon ekandek kelib turibdi, bir yo'q uchindek kelib turibdi. Oldi, yanında ustasi bo'lsa, shu vajami shu 105, ustasi bo'lsa ham 105. Xolasa uni cashbackdan go'ydirib beradi, ishlatmay. Xolasa ustani adına tushib qo'yadi. Bizada ustalarimiz uchun sovg'alarimiz yana boriladi. Bilmovchilar uchun qo'shimcha ma'lumot. Shu sovg'alar aslida bo'lish qoidasi, nechik bo'lishini to'liq tushuntirib turibman. Bu narsani hamma bizani ko'rib o'tirgan tomoshabinlar ham mijozlarimiz ham to'liq tushunsa yaxshi bo'lar edi. Ko'pincha bu sovg'ani ustalarimiz foydalanmay go'ydirib beribdi. Chunki buning ichida ribo yoki bir gumonli foyda bor. Menga buning foydan kerakmidi deb rad etadilar. Bu narsa shunday narsa ixtiyoriy. Agar buni xolasa 1% cashbackini o'zini oladi, xolamasa go'ydirib beradi. Ya'ni bu yerda usta bilan gap turgan uchun klientga yangi aytgan 105 ming so'mlik narsa 115 ga Ustama qilib berilmaydi xullas. Berilmaydi ustuna qo'yib. Bu ichida ustaning savdosi, ustuna qo'yilma. Bu xuddi bir qo'palatib aytganda saygak yoki posrednik o'xshab o'zini his etib qo'yadi usta. Sizga sovg'a berajakman men tanlagingiz uchun desa. Shu o'rinda lekin shuni to'liq tushunishimiz kerak. Bu narsa savdoning ichidan, agar buni ustidan bo'lganda bu narsa yaxshi foyda halol daromad bo'lmas edi. Shuning uchun bundan keyingi ustalarimiz bizlar bilan kelgan vaqtda buni qo'rqmasdan ortlaringizga cashback sifatida tushirtiringlar. Agar mijozlarimiz yanında ustasi bo'lsa, shuni sizlar ham aytinglar. Sen beraga tursan, bu ot turgan taxtamdan sen ham foydalan. 1% odamga tushir, shuninglar go'yib ketishi mumkin deb aytishim mumkin. Bu narsa bizada imkoniyat. Shu imkoniyatdan to'g'ri foydalaninglar. Bu ustamiz ina bizlar bilan yil bo'yi savdo etib 383 million so'mning adashmasam 400 milliona yoki savdo etganlar. Her safar geldi tushirtirmaydi. Bu tushgani hali bu. Tushmayani ne deyan? Shundan bize niyat etib bergan sovg'alarimiz bor onun içinde. Hozir aytsak bu to'g'ri kelmaydi. Lekin bu narsani nechik bo'lishi odati, buni qoidasini siz tushunib olsangizlar, hech kim yonida dili qisiqligingiz bo'lmaydi, ertangi bir kun muammo bo'lmaydi. Barakalashsa shuni imkoniyat bor. 1% cashback ustaga beriladi. Bundan foydalanish kerak. Go'ydirib bermaslik kerak. Rahmat. Juda ham manfaatli ma'lumotlar uchun alohida tashakkur. Demak, shu hamkorlik bo'yicha bir fikringiz kerakmi usta? Dilingizda gap bo'lsa, ustachilik bo'yicha. Nima deymiz shu barakaliz bilan yana hamkorlik qilib kelyapmiz. Hech vaqt klientlari, ustalari ko'nglina qarab ham yaxshi muomalada bo'lib savdo qilib kelyaptilar. Bundan buyon omad tilayman ishlaringizga. Ustalar sizlarga omad tilayman mengizga. Shu yangi yillarni yaxshi kutib oling. Rahmat, tashakkur. Rahmat. Yana bir tabriklaymiz. Barakaliz kompaniyasini ham alohida qutlaymiz. Bugun juda ham bir chiroyli tadbir uyushtirib, mijozlaringizni, qolaversa hamkorlaringizni qutlash, tabriklash, bayram kayfiyati taqdim qilish uchun ayni muddo bir ajoyib bayramni taqdim etdik. Nazarimda sovg'alar ulashdik va raqqosalarimiz ham hali yana namoyishlarni taqdim qilishga shay turishda hammani dasturxonga taklif qilib, chiroyli kayfiyatlarda yana bayramimizni davom ettiramizmi? Albatta. Bo'lmasam biza buni tushuntirish berib o'tsak, biza hozir raqqosamiz navbat kutib turibdi. Final o'yinimiz omadli shou barabanz 2-fasli rasmiy tugadi. Barcha sovg'a ega bo'ldi. Raqqosamiz o'yini tugagandan keyin final o'yinchilar o'zlarining sovg'alarini aniqlashtirib pastda olib ketishlari mumkin. Sizlarga tushuntirib beradilar. Ustalarimiz va bizning yaqin xodimlarimiz uchun bayramlarimiz, dasturxonimiz yana davom etib o'tiraveradi. Rahmat. Farruxbek uchun guldiroz qarsaklar chalib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Hurmatli mehmonlar, yurtdoshlar, aslida har bir insonning ham hayotida quvonchga, ajoyib kayfiyatga sabab bo'ladigan kunlari ko'p bo'ladi, lekin mana shu kunlarning orasida bizni xotiramizda uzoq muddat saqlanib qoladigan yorqin, taassurotli kunlar ham alohida e'tirofga loyiq va bugun ayni mana shunday
kunlardan biri aynan Barakaliz kompaniyasi uchun, ma'muriyati uchun, uning jamoasi uchun va ishonamizki, siz uchun ham o'ziga xos bir yorqin taassurotlarni bugungi tadbir taqdim eta oldi. Ulardan yana birini sizning e'tiboringizga havola qilishga taraddud ko'ramiz va Bekajon raqs ansamblini davramizga taklif etamiz. Marhamat, bayram muborak. Bekajon raqs ansambliga tashakkur rahmatlarimizni izhor etamiz.